Sarkın. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين هي فرجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. إخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. طلاق. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العلي العظيم. Rasululloh aytganlarki, bu bola tarbiyasida alayhissalom juda ko'p bizga ta'limotlar berganlar. Shulardan bittasi bolalaringga Allohdan tanitinglar deganlar. Ya'ni Allohni tanitishimiz kerak-da, shu bolamizga aytish kerak, sizni menga Alloh bergan. 2 yashar, 3 yashar bolaga shu gapni gapirib, sizni kim bergan desangiz, Alloh bergan deydi. Bo'ldi, u bolada e'tiqod mustahkam bo'ldi. Mani dadamga, onamga Alloh bergan. Bo'ldi, tamom. Bu oddiy gap. Ya'ni sizni Allohdan so'raganman. Chunki bola so'raymiz, to'g'rimi? Chunki Alloh Qur'onda ham aytadi, shu ko'zimga xursandchilikdan ko'z yosh olib keladigan bola bergin deb duo qilgin deydi-da. Shu yoshligidan shunaqa qilib Allohni tanitiladi. Bitta narsa olib kelsak ham, shuy olib kelasizmi, zuvachkami, qizig'i, mana Alloh berdi. Tasavvur, 2 yosh bolani Alloh berdi. Do'rsiz shu haqida bir zotni shu zamonamizda yashagan bir olim, fozil odamni bolasini tarbiyasi haqida shu o'tirib kitob yozib bergan ekanda, qilgan ishlari haqida. Shu kitob juda mashhur bo'lib ketganda, Ya Binti degan kitoblari bor, ey qizcham degan. Shu yerda aytadiki, nima bersam bolamga, qizchamga, maktab yoshiga yetmagan. Uni Alloh berdi deb berardim. Nima bo'lsa, qandmi, shikoladmi, nima bo'lsa. Bir kun shunday ishdan beixtiyor shuni kessam, qizcham qo'lini ko'tarib olib, Alloh qand ber deyapti. Haligini eshitdim, oyog'i uchida qaytdim orqaga. Qarang, qaytib borib qand olib uyga kelib ko'rishdim qizim bilan. Qizimga berdi, mana Alloh berdi dedi. Ana endi u qizni iymonini mustahkamligini ko'ring keyin. Bunga nima sabab bo'lyapti? O'sha otaning chiroyli tadbiri sabab bo'lyapti. O'sha joyda shart kelib, qizim yaxshimisiz desa bo'lardi-ku. U farosat ishlatdi-da. Farosatni bitta ishlatib, aqlni ishlatib, shuni orqaga qaytdi. Qizi orqaga qaytganini ham bilgan yo'q-da. Shuni chiqib qand olib kelib mana dedi. Qarang, bu bolada shunaqangi bir e'tiqod paydo bo'ldiki, bo'ldi. Hamma narsani Alloh beradi. Tamom. Beruvchi Allohdan. Alloh bersa uni oluvchi yo'q, Alloh bermasa uni beruvchi yo'q.